Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bu video tarmoqli marketing bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlar uchun 5-video va bu videoning mavzusi uchrashuvga taklif qilish yoki prezentatsiyaga taklif qilish. Do'stlarimiz yoki qarindoshlarimizni prezentatsiyaga taklif qilishdan asosiy maqsadimiz ularni shu biznes bilan tanishtirishdan iborat. Endi taklif qilish jarayonida ikki narsaga e'tibor berish kerak. Birinchidan, hech qachon prezentatsiyadan oldin taklif qilinadigan insonlarga biznes haqida, kompaniya haqida, uni mahsulotlari haqida gapirmaslik kerak. Siz to'g'ri yoki noto'g'ri bir informatsiya berib qo'yib, ma'lumot berib qo'yib, u noto'g'ri tushunchaga ega bo'lishiga sababchi bo'lib qolishingiz mumkin va har xil noto'g'ri fikrga ega bo'lgan hatto do'stingiz ham bu prezentatsiyaga uchrashuvga kelmasligi mumkin. Ikkinchisi esa taklif vaqtida kishida biznesga bo'lgan qiziqishini uyg'otishingiz kerak. To'liq ma'lumot bermasdan va bu biznesga juda ham qattiq ishonib, o'zingizga ishongan holda gapirishingiz bilan keyinchalik biznesga bo'lgan mustahkam ishonchingizni yaqqol ko'rsatib, faqat shu holda taklifingiz bilan insonlar qiziqishi mumkin. Taklif qilayotgan kishilaringizni ikki guruhga bo'lishingiz mumkin. Birinchi guruhga ular eng yaqin do'stlaringiz, qarindoshlaringiz yoki birga ishlaydigan hamkasblaringiz bo'lishi mumkin. Ularga shunday deyishingiz mumkin: "Men birmuncha vaqtdan beri bir ajoyib biznesni boshladim va yaxshi foyda ko'rishimga ishonyapman va buni sizga birdaniga yoqib qoladimi, yo'qmi bilmayman, kafolat ham bermayman. Lekin yetarlicha harakat qilib, o'zingizni kuch-g'ayratingizni ozgina sarflasangiz, bu biznesda yaxshigina daromadga erishishingiz mumkin va bunga ishonaman." Bu so'zlaringizdan keyin sizga shu mazmunda savollar berish mumkin. Qanaqa biznes? Mendan nima talab qilinadi? Bir narsa sotishim kerakmi? Yoki to'liqroq ma'lumot bergin, gapirib ber deyishi mumkin. Sizning javobingiz taxminan shunday bo'lishi mumkin: "Bu jiddiy masala, senga tushuntirish uchun vaqtimiz ham oz va joyimiz ham yo'q. Shuning uchun bir vaqtni belgilaylik, 1-2 soat vaqtingni ajratgin va uchrashib, men ham tayyorgarlik ko'rib, har xil hujjatlar va kataloglarni yig'ib kelaman va senga to'liq ma'lumot beraman." E'tibor bering, ish haqida do'stingizga umuman ma'lumot bermaysiz. Juda ham ko'p iltimos qilaversa, siz ayting: "To'liq tushuntirish uchun ma'lumot juda ham ko'p. Ikki og'iz gap bilan men senga hamma narsani gapirib tushuntirib bera olmayman." Va jiddiy bu suhbat bo'ladi va jiddiy sen ham bemalol yetarli vaqting bo'lishi kerak. Shuning uchun yaxshi kel, vaqt topgin, 1-2 soat menga vaqt ajratgin va men aniq vaqt belgilab uchrashib, keyin gaplashamiz deb javob berasiz. Ikkinchi guruh insonlar, bular do'stlaringiz, qarindoshlaringiz, lekin ular sizdan yoshi kattaroq bo'lishi mumkin yoki badavlatroq bo'lishi mumkin, har xil bir kattaroq lavozimlarda ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin bularga ham siz shunday suhbat qilishingiz kerak bo'ladi. Men hozir yaqinda bir ish boshladim, biznes boshladim. Bu menga juda ham yoqdi. Menga maroqli va daromadli ish bo'lyapti. Shaxsan men bu ishdan ozgina bahra olyapman. Ammo bu ishda yanada ko'proq daromad olish uchun bir kattaroq, tajribaliroq insonlarni maslahati kerak. Ya'ni sizni. Shuning uchun menga 1-2 soat vaqt ajrata olasizmi? Ajratsangiz, men sizga hujjat va kataloglar bilan kelib, sizga to'liq ma'lumot berayda va siz menga maslahat bering deb taklif qilsa bo'ladi. Taklif qilish jarayonida unumli natijalarga erishish uchun quyidagi usullarga ahamiyat berish kerak. Birinchi usul, bu biznesga taklif qilingan kishilarga nisbatan juda ham samimiy va chin yurakdan yondashish kerak bo'ladi. Faqat til va gap yetarli emas. Insonlar sizni baribir harakatingizga, samimiyatligingizga juda ham katta e'tibor qilishadi, diqqat qilishadi. Men sizni o'yladim, sizni yaqin oldim, unday gaplarni kerak yo'q. Ular bu bilan siz ishonchni yo'qotib qo'yasiz. Ular sizni hissiyotingizni baholaydi, sizni biznesga nisbatan qiziqib gapirganingizni, ishonchingizni baholaydi. Ishingizga qanchalik ishonsangiz, o'zingizga qanchalik ishonch bilan gapirsangiz, hurmat bilan bu biznesni tilga olsangiz, shunda taklif qilish jarayoni ham oson kechadi. Ikkinchidan, sizga o'zingizda ishonchni kuchaytirish uchun bu odamlar bilan jiddiy suhbatga tayyor holda kelishingiz kerak. Avvalambor do'stlaringizni biznesga taklif qilishdan oldin lideringiz bilan
maslahat qilib, ular bilan ozgina mashq qilib olishingiz kerak va har xil bir eksperiment ham qilishingiz kerak. Taklif qilish vaqtida shoshilish kerak emas va yolg'iz gapirmang. Ko'proq savollar bering. Shuni bilingki, do'st va qarindoshlaringiz bizning eng yaqin kishilarimiz. Ular sizga o'z vaqtlarini hech ham ayamasdan ajratishga tayyorlar va prezentatsiyadan keyin ham ular bilan munosabatni uzilib qolmasin, ular bilan aloqani davom ettirib, ularni kuzatib borishingiz kerak bo'ladi. Uchinchidan, hech qachon ishni tafsilotlari haqida gapirmang. Kompaniyani, mahsulot haqida, daromad haqida hech narsani aytmang. Siz bergan to'g'ri yoki noto'g'ri ma'lumotlar ularni sizga bo'lgan ishonchini yo'qotib qo'yishi mumkin. To'rtinchidan, agar do'st va qarindoshlaringiz haqida haddan tashqari ko'p qiziqadiganlari chiqib qolsa, ular sizga savollar bilan tinmay murojaat qilaversa, shunday javob bering. Shoshilmanglar. 1-2 soat vaqt ajratish bilan hech narsa yo'qotib qo'ymaysiz. Eng muhimi, ish haqida to'liq ma'lumot olish uchun siz ishni men sizga to'g'ri tushuntirishim uchun bir vaqt ajratishingiz kerak. Bu vaqt sizga bemalol bo'lishi kerak. Hech qayerga shoshilmasligingiz kerak. Agarda o'shanday vaqtingiz bo'lsa, keling, uchrashaylik. Shanba kuni ertalab 10 da to'g'ri keladimi? Yoki yakshanba kuni soat 3 da. Shunga o'xshash savollar beradigan bo'lsangiz, u odam unda o'ylanib qoladi. 5-dan, agar shu savolni so'rashsa, bu bizneslar muvaffaqiyatga erishishimga sen kafolat berasanmi? Ha, albatta. Shubhasiz kafolat beraman. Faqat bir shartim bor deysiz. Men bilan birga yelkama-yelka ishlaysiz, mas'uliyatlarni, vazifalarni bajarasiz va har bir masalani jiddiy qabul qilib, albatta birgalikda muvaffaqiyatga birga erishamiz deysiz. Agar aytganlarimni qilmasangiz, hech narsaga erisha olmaysiz deysiz. 6-usul bu do'stlaringizni tarmoqli marketing, doimiy xaridorlar tizimi haqida, boshqa bir kompaniyalar haqida, shunaqa tarmoqli marketing kompaniyalari haqida ma'lumot eshitgan bo'lishi mumkin. Hatto bu ishga salbiy munosabatda ham bo'lishi mumkin. Chunki boshidan kechirgan ham bo'lishi mumkin. Hatto sizdan parashok yoki shampun sotamanmi, sotish kerakmi deb savol ham berib qolishi mumkin. Bu holda yo'q, hech qanaqa bunga aloqasi yo'q. Tarmoqli marketing emas, hech narsa sotmaysan deb qo'ya qoling. 2 soat menga vaqt ajratgan va bu ma'lumot, bu biznes haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasan. Siz yolg'on gapirmayapsiz, lekin siz gapirib qo'yib, noto'g'ri xulosa chiqishiga siz sababchi bo'lib qolishingiz mumkin. Aynan shuning uchun ham shunday javob qilishga to'g'ri keladi. 7, agar do'stingiz o'ta g'ururli bo'lsa, bu biznesni men bilaman deb sizga bilishini aytsa, sizni gaplaringizga qarshilik qilsa, unda yodingizda tutingki, u kishi bu biznes haqida hech narsa bilmaydi va u biznes haqida yetarlicha tushunchaga ega emasda va unga kimdir noto'g'ri ma'lumot bergan. Agar do'stingiz yaqin do'stidan agarda shu biznes haqida ma'lumot olgan bo'lsa, allaqachon bu biznesga kirib, bu ishlayotgan bo'ladi. Bu kabilarga o'zingizga ishongan holda qat'iy tarzda shunday deng: aziz do'stim, sendagi ma'lumotlar yetarli emas va umuman noto'g'ri. Unga o'zingizga ishongan holda qat'iy tarzda shunday deng: aziz do'stim, sendagi ma'lumotlar yetarli emas. Mana masalan, kichkina yoki katta bonus nimaligini bilasanmi? Kompaniyani boshqa daromadlari haqida eshitganmisan? Avtobonus haqida, uy bonusi haqida eshitganmisan? Va bu biznesda qanday toifalar borligini bilasanmi? Do'stingiz sizni ko'p va to'liq ma'lumotga ega ekanligingizni ko'rib va bu keraksiz gaplarini chetga surib, mag'rurini ham chetga surib qo'yib sizga quloq soladi. Va bu biznes haqida ko'p narsani bilmasligingni ko'rding. Shuning uchun menga vaqt ajratgan. Sen to'liq ma'lumot olasan va senga bu zarar bo'lmaydi, foydasi bo'lsa bo'ladi. Ishonamanki, agar bu biznesni sen to'g'ri tushunsang, men bilan birga shu biznes bilan shug'ullanishga boshlaysan deb aytasiz. 8, bu biznes bilan shug'ullanish uchun vaqtlari yoki xohishlari bo'lmaganlarni hozircha taklif qilmay turing. Chunki bular prezentatsiya vaqtida ishni tushunganlar bilan ishni o'rganishga va mashq qilishga vaqt ajrata olmaydi va ularning ishi rivojlanmaydi. Shoshilmang. Vaqtlari paydo bo'lgunga qadar kuting. Tasavvur qiling,
2-3 oy kutgandan keyin u kishi vaqt ajratib ishlashga tayyor bo'lgandan keyin bir necha ming dollar potensialiga ega bo'lgan tarmoqni boshlash imkoniyatini kiritishingiz mumkin. Shuni juda ham yaxshi tushunib olish kerakki, bu biznes boylikka olib boruvchi tez yo'l emas, lekin ishonchli va aniq yo'l, azizlar. 9-chi, do'stlaringizdan bu biznesga kirishini o'tinib yoki yalinib so'ramang. Ulardan kechirim so'ramang, chunki siz ularga boyish imkoniyatini beryapsiz. Shuning uchun uyalmasdan va ishonch bilan taklif qiling. Ular uchun foydali ish qilayotganingizni ko'rsating. 10-chi, ro'yxatingizdagi ismi yozilgan bo'lsa-da, lekin o'zingiz uni uncha yaxshi bilmagan, u haqida sizda to'liq ma'lumot bo'lmagan kishilarni taklif qilmang. Ular bilan oldin munosabatingizni yaxshilang, tiklang va suhbat qiling. Ulardan keyin ular haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lganingizdan keyin bir munosib vaqt topib ularni ham taklif qilsangiz bo'ladi va oradagi munosabatni iliqlashtirib, ya'ni muzda eritishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi, hech qachon lideringizni maslahatini olmasdan odamlarni taklif qilmang va ularni biznes bilan tanishtirmang. Taklif qilinayotganlarni ro'yxatingizga qarab, tartib bilan chaqiring. Keyingisi 12-chi, yodingizda bo'lsinki, ish bilan tanishish uchrashuvi, ya'ni prezentatsiya uchun vaqt, joy belgilab olishingiz kerak. Shuning uchun prezentatsiya qilishdan oldin reja va faoliyatlaringizni lideringiz bilan kelishib oling. Qilinayotgan faoliyatlaringizni rejasi bilan bir kun oldin tayyorlab, lideringiz bilan maslahat qiling, azizlar. Shuning bilan bu videoni yakunlayman. Video yoqqan bo'lsa like qo'ying, yoqmagan bo'lsa dislike qo'ying. Kanalimizga a'zo bo'ling o'rtoqlar.